ikki so'zdan biri bir necha harflar tushib qolgan. Muhammad ibn Shohruh ibn Temur Qo'ragon u zinani shogirdiga topshiradi. Shogird esa u zinani yashirib qo'yadi. Galaktikada bir kun asar qahramoni Ahmad koinot xonasiga borganda u zinani ko'rib, yerning mulkini qaytarishni so'raydi. Savol harflar tushib qolgan ikki so'zni asl holida yozib bering. Yilda suv toshqini bo'lgan. Savol 1885-yilda qurilgan birinchi Chicago osmono'par binosiga egalik qilgan kompaniya nima bilan shug'ullangan? Hayal bo'lsa ko'taring. Yaxshi, yo'q.